Vaqt satib Abdori Maryam Qurban 4-qism. Muzikatmı ağırlab pastga tushib, ayolning yeniga kelib, uningdan ahvol so'rab qo'yadigan. Qizini akeltib, uningga ranglik sharlarni sovg'a qiladigan bo'lib qoldi. Balamo bu mehrdan so'yinib, bu tag'isiga amroq bo'lib qoldi. Ayol bu erni ko'rganda nemishqidir o'diqatdi. Qiziga qaragan bo'lib, ko'zlarini qochiratdi. Shunday qilib, ular xeyli tunishib qoldi. Bir yakshanba kuni er uyga baldir qaytib kelgan edi. Ayol qizini uxlatmoqchi bo'lib, qizining o'rnini rastlab o'tadi. Tuyuqsiz eshik yengil chekildi. U berib eshikni ochdi. Eshik oldida qo'shnisi turadi. Yaxshimsiz apandi? Bu uyga kirgandan keyin darhol Safaning qishig'iga kelib, erga qo'lini uzatdi. Er sal qo'zg'olib sovuqni bir kulib qo'ydi-da, qo'lini uzatib o'ltirgan yeridan sal surilib, mehmonga o'rin ko'rsatdi. Ayol erni o'ltirishga taklif qildi va pokandek qizarib ketdi. Mehmon hayronlik bilan uy ichidagi ko'ni uy jihozlariga ko'z yugurtib chiqdi. Ayol mehmonga choy damlash uchun oshxonaga kirib ketdi va ozroq o'pkisini besib olgandan keyin Shiraga ozroq pechene va do'sti sovg'a qilgan gilos murabbasidan bir qachiq rastlab qo'ydi. Eri gap so'z yo'q, jim o'ltiradi. Mehmon uy egasiga qaradi hamda bu katta bayning menga bo'lgan muomalasi mushinchilik bo'ladi-ku deganlarni xiyolidan o'tkazdi. Ayol patnosga choy akeldi. Onun qo'llari titrab, patnosdagi choyni to'kib etgili tasli qoldi. Rahmat. Mehmon ayolga takalluf bilan qarab va oradagi jimjitlikni besish uchun so'z boshladi. Apandim, aldirash o'xshaysiz. Necha qitim oldingizga kirib chiqay degan edim. Lekin uyda qachon bo'lganligingizni bilamadim. Shundaqmi? Apandim, ishlaringiz yaxshi-ku? Mening dadam savdo qiladi. Ha. Soyibxon yana qilchi o'zgarmay, orini yana jimjitlik qopladi. Er nima deyishni bilmay tamtirab qoldi va yana darhol o'zini tutib olib gap boshladi. Yetishamagan ishlaringiz bo'lsa, ayting, yordamimni aymayman. Er uningga bir qarab qo'ydi-da, rangini sal o'zgartdi. Rahmat, o'shiq ishim yo'q. Mehmon o'ng'aysizlandi. Ichida bu kunlamchilikanda debmi o'yladi va shundoq o'z ichiga pichirladi. Va takalluf bilan chandurmay o'rnidan turib chiqib ketmoqchi bo'ldi. Rahmat sizlarga, men chiqay. Er bo'ladi deganini bildirib o'rnidan turdi va mehmonga eshikni ochib berdi. Ayolning rangi tatirib ketgan edi. U erining qo'shnisiga ko'rsatgan marhamatidan norozi bo'ldi. Qalbida eriga bo'lgan o'shmanlik texmi kuchaydi. Eri gap muqammay yotoq uyga kirib ketdi. Ayol uningga yana bir nima deyishning ahamiyati yo'qligini tushundida, ochiqni ichiga yutishga majbur bo'ldi. Qilayotgan ishini qilolmay, jo'zini xeyli vaqtgacha yig'ishtirdi. Yo'g'on qachanlarini joy-joyiga qo'yamay vatadi. U o'zini o'ngshib olish uchun Shiraga kelib o'ltirib ketdi. Qizi tatliq uxlab vatadi. Uning yumron yuzida boya mehmon kirgan chaqdagi xushallik jilvalanib turadi. Chunki u mehmonni ko'rib sakragan peti uning oldiga yugurib olgan birdan-bir Soyibxon edi. Uning o'pkisi o'rladi. Biroq yig'lashdan qo'rqadi. Shundan keyin ayol necha kungacha talog'i chiqmadi. Qo'shnisini ko'rmadi. Biroq uyda turib muzikasini yoshirin angladi. Bir kuni qizini yaslaydan elib kelib atadi. Qizi ushdan tutib vaqiradi. "Oppa, ana tog'am kelib atadi, biz birga o'ynaylik-chu." Ayol erni ko'rdi. Er sal past ovozda ulardan ahvol so'radi. Qiz xuddi sig'inib ketgan odamini ko'rgandek uningga o'zini atdi.
Ben tog'am bilan o'ynayman, uyga kirmayman. Tog'ingizning ishi bor bolam, bunda qilsangiz bo'lmaydi. Yo'q, uyga kirmayman. Qiz o'mchiyib va erning ikkala qo'lini tutib, uning chapinining pashlari ichiga kirib ketayotgandek o'zini surkaydi. Balaning rayini qaytarmang. U ayolga sal norozi bo'lgandek qarab va qizni yetilab epmadi. Bir oz mangandan keyin u qizga bir qo'njaq shakldagi sharni ko'ptirib tutqizib qo'ydi. Qiz uning yanada sakrab ketib boradi. Bala erning o'zini uzoqlarga ep ketishini kutgandek, atrofdagi o'rindiqqa o'ltirishga unamaydi. Ular qizning orqasidan mengib, qo'rining chetidagi chimga yitilgan kangli maydonga kelib qolgan edi. Qiz maydonda yugurishga boshladi. Atrof to'limi jimjit edi. Ikkisi chimliqning sirtiga qo'yilgan o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Arini xeyligacha jimjitlik bosdi. Salomatligingiz yo'qdek ko'rinasiz u. Yo'q, unaqa emas. Kechiring, erim shundoq kamsiz. Hech qisi yo'q. Mening kirganim uchun siz azor yemagansiz? Yo'q, biz shundoq jimjitlikka ko'nib qoldik. Bemor yana o'rilmoqchi bo'lib, medirlab qo'ydi. Biroq beshini ozroqla midirlatib, jimib ketdi. Uning yuzlarida tushunib bo'lmaydigan bir ifoda jilvilandi. U bir narsaga chidamayotgandek injiqladi. Ondan ko'zini ching yumib oldi. Uningga kimdir biri yoshirin qarayotgandek qiladi. Ajrishish. Kunlar unsiz o'tmoqda. Ayol muzikatni aslamaslikka, erining alamlarini ichiga yutib, lavni tishlab kun o'tkazishga tirishadi. Biroq erining gap so'zi texmi aslab ketdi. Agar gap qildi degandami, so'g'uq talash tartishlarga javob beradi. Shundoq kunlarning birida ushtim tutla ayolni yeniga chaqirdi. Agar bu kunlarga rozi bo'lmasangiz, biz ajrashib ketaylik. Nimishqa? Dedim-ku, shundoq o'tishga rozi bo'lmasangiz deb. Ayol butun vujudidan xo'rlik his qilmoqda edi. Uning yuragi yoshga aylandi. Uning yoshlari to'kilatdi. U yetimlikka, ko'yingidek bir odamning yo'qligiga, o'zining nima uchun tikandek yolg'iz to'ralganiga, qismatsiz o'tkazgan yoshligiga, barar yerining yo'qligiga o'kinib yig'lamoqda edi. U qong'uchi yig'ladi. Faqat bir soat uxladimikin, o'rnidan turib yuz ko'zlarini yuydi. Eri atdiganlik nashtani qilib bo'pti. Shunday qilib, ayol muzdek bu hayotdan qo'l uzish qaroriga keldi. Lekin qizini qanday qiladi? Uni dadasiga berishga qat'iy bo'lmaydi. Qizimni bermayman, biroq qanday qilaman? U shunday xiyollar bilan bu ishni bunda hal qilishga petinamadi. U o'ylanib qoldi. Azroq xarajat talab qilsam bo'ladi-ku. Uni bera, shuning bilan uning ko'ngli sal yenikligandek bo'ldi. Bo'ladi, men fikringizga qo'shilaman. Qizimni o'zim boqaman. Siz qizingizga oylik xarajat bersangiz bo'ldi. Bermayman. Bolani menga berib eting. Bermasangiz o'zingiz beqing. Ayol nima qilishni bilmay birdan g'angirab turib qoldi. Ondan bolasini kiyindirib, yasliga epmadi. Uyga qaytib kelgandan keyin do'stiga telefon berib, bu ishni aytdi. Men sana burunla degan-ku, ha? Mening uyimga yenib kel. Men sana ishlaydigan bir yer tepib bergicha bizning uyda turib turasan. Bu ishning mushundaq bo'ladiganligini bilatdim zodi. U o'pkidek yig'laydi. Yig'lab turib, o'zining mushu uyga ep kelgan birdan-bir mulki bo'lgan kichik chamdoniga narsa keraklarini soldi. Qizining o'zining bari yo'q kiyimi bilan bo'shlik kelgan chamdonining og'zini itib etdi. Ondan bir haza xiyol surib o'ltirib ketdi. Uning ko'ngli yana nimagadir bir narsaga qiymagandek tartishadi. Shu arada muzikat yana muzika chalishga boshladi. U bu yiqimliq muzikani oxirgi qitim anglab qoladiganligini eslab yana yig'ladi. Balkonga chiqib qarab baktı.
Biroq yaqindan beri qo'shnisi nima uchundir balkonga ancha chiqmaydigan bo'lib qolgan edi. Shunga ayol qalbidagi uningga bo'lgan hissiyotini tinchiktirishga tirishgan edi. Uning qalbini yana ma'yuslik hissiyoti chulg'ib oldi. G'ayratlik bo'lay deb pichirlaydi u o'ziga madad berib. Muzika ovozi to'xtadi. Uning vujudi ushtumtut bir narsadan cho'chigan odamdek silkinib ketdi. U muzikani to'xtatgan chaqlarda doim balkondan yoki eshikning mushuk ko'zidan qarab uni ko'zlatdi. Bu muzikani to'xtatib hayal bo'lmayli chiqib ketdi. Ayol balkonda taki uning qarisi yutgicha qarab turadi. Uni ko'rolmaydigan bo'ldim deb u ittik yuzini yo'ydi, aynakka qarab ham yuzlarini aytdi. Xuddi biror narsasini yutirib qo'ygan odamdek uyda u yoqdan bu yoqqa maqsadsiz mengishga boshladi. U o'zining qandoq qilib eshik oldiga berib qolganligini bilmayli qoldi. Eshikni tanshidi. Uy jimjit edi. U uydan chiqdi-da qo'shnisining eshigi oldida to'xtadi. Eshikni chekmoqchi bo'lib qo'lini uzatdi-yu, yana to'xtab qoldi. Uningga hozirla bu uydan chiqib ketadigandak. Uningga ich og'irtib, tasalli berib, yurak bag'rini mangulik azobga cho'ktirib ketadigandek bilinadi. Tuyuqsiz ishini ichib qoldi. Uningga qo'shtab qo'yishim kerak qo'yish bo'lmasa. Voy, xonim, yaxshimisiz? Yaxshi. Voy, bu og'rib qoldingizmi? Uyga kiring bo'lmasa. Bir xil mehrlik ohangda va bo'sug'idan chekinib ayolga yo'l ochdi. Ayol orqasiga o'diqqandek bir qarab qo'yib uyga kirdi. Va bo'sug'ida o'ri turgan peti yerga qarab turib: "Men ketmoqchi.